Ketdi onasi. De sekin yoping, mashina bu. Uzr bolam. Xotinjon. Doktor, men badamni ko'rib qo'ying. Mazam yo'qdi, ming'illadi, jonimga tegib ketdi. Otaxon nima bezovta qilibdi? Doktor bolam, 30 yildan beri sahr kasalim bor. Tushundim amaki, men sizni o'zim yaxshilab tekshirib qo'yaman. Hozir sahrga analiz yozib beraman, tushib topshirib chiqasiz, xo'p? Analizlaringiz qimmat bo'lib ketmaydimi? O'zingizni ham konsultatsiyangiz palon pulda-da. Oka. Otangizni ham sog'lomidan tanlolmagan ekansiz-da. Siz joydami? Otani ham tanlab olar ekan. O'zi bitta bo'ladi-yu. Bitta bo'lsa, nimaga xor qilyapsan otang? Shunaqa kun keladi. Boshingni mingtada olib ursan ham, shu otangni bitta soyasini topa olmaysan. Xizili.